3 xonali uy puliga sizlarga dacha ko'rsataman. 6 sotuvda tushgan keli bir sotuv zahvatlari bilan fasad razmerlari kattagina qilingan, hamma shart-sharoitlari bor. Manzilimiz Bo'stonliq tumani Tovoqsoy Pargoz mahallada joylashgan bo'ladi. Kelib bu yog'imizni qaranglar, hamma shart-sharoitlari bilan qilingan. Basketbolniy plashatka, tennisniy stol, basseynlari ikkita bolalarimiz uchun bu yog'imizda vzrostli basseynimiz joylashgan bo'ladi. Bu yoq tarafimizda ikkita katta xonamiz joylashgan bo'ladi. Birinchi etajimizda zal varianti foydalanasizlar, ikkinchi etajimizda spalniy varianti foydalanasizlar. Hamma shart-sharoitlari bor. Ko'rib o'tishingiz mumkin, mevali daraxtlarni ekib qo'yishgan, kachelargacha qilib qo'yilgan. Kelib bunaqa imkoniyatni umuman qo'ldan boy bermaydi. Bu yoq tarafimizda vanna tualeti bilan bu yog'imizda kladovkada joylashgan bo'ladi. Kelib ko'rib o'tishingiz mumkin, ko'rsatib beraman, kattagina joy, hamma shart-sharoitlari bor. Bu yoq tarafimizda letniy oshxonamiz, bu yog'imizda tapchanni, zona maza qilib yashaydigan joy yo'q. Kelib bu yoq tarafda o'tiradigan besedishli joylarni qilib qo'yilgan. Kelib mevali daraxtlardan muammo yo'q. Mahallamiz tinch, fayzli mahalla bo'ladi. Maza qilib kelib yozda soqqani qilib oladigan joyi bo'ladi. Bunaqa imkoniyatni umuman qo'ldan boy bermaslik kerak. Sizlarga anchagina arzon narxlarda gaplashib qo'ydim. Shu ko'rib o'tgan xonadonimizni sizlarga 75 ming dollarga berib yuboramiz. 2 xonali uy puliga sizlarga 6 sotuv havosi toza joylardan joyimizni pastda egalarining nomerini qoldiraman. O'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar.